Turkiston tarixining uyg'onish davri ma'rifat, ilm va yangilanish uchun kurashgan ziyolilar davri. Ana shu murakkab va muhim tarixiy jarayonni chuqur o'rgangan olimlardan biri adib Xolid. Uning Turkistonda jadidchilik asari Turkistonda 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida vujudga kelgan jadidchilik harakatining mohiyati, maqsadlari va jamiyat hayotidagi o'rnini yoritadi. Muallif jadidchilikni faqat yangi maktablar ochish harakati sifatidagina emas, balki ta'lim, madaniyat, matbuot, tafakkur va ijtimoiy hayotni yangilashga qaratilgan keng ma'rifiy harakat sifatida talqin qiladi. Jadidlar uchun eng katta kuch ilm va ma'rifat edi. Ular xalqni savodli qilish, zamonaviy bilimlarni egallash, kitob va matbuot orqali jamiyat ongini uyg'otishga intildilar. Asarda jadidlarning milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va taraqqiyot g'oyalarini shakllantirishdagi o'rni ham alohida yoritiladi. Eng muhimi, adib Xolid jadidlarni o'z davridan o'zib emas, balki o'sha davrning diniy, madaniy, ijtimoiy va siyosiy muhiti bilan bog'liq holda tadqiq etadi. Turkistonda jadidchilik bu shunchaki tarix haqidagi kitob emas, bu ilmning qadri, ma'rifatning qudrati va millat kelajagi haqida o'ylashga undaydigan asardir. Bugun biz jadidlar merosiga nazar tashlar ekanmiz, bir haqiqatni yana bir bor anglaymiz. Millatni uyg'otadigan kuch ma'rifat, jamiyatni yuksaltiradigan kuch ilm, kelajakni bunyod etadigan kuch esa bilimli avloddir. Jadidlar qoldirgan eng buyuk meros ma'rifat va uyg'oq tafakkurdir. Turkistonda jadidchilik esa ana shu buyuk harakat tarixini anglashga chorlovchi qimmatli asardir.